Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda dunyoning va Germaniyaning eng obro'li ayollaridan biri bo'lgan Angela Merkel haqida ma'lumot berib o'tamiz. Angela Dorothea Merkel 1954-yili 17-iyulda tug'ilgan. Germaniyalik davlat va jamoat arbobi. 2005-yil 21-noyabrdan Germaniyaning federal kansleri. Germaniya tarixida birinchi ayol kansler. 2000-yil 10-apreldan Xristian Demokratik Ittifoq partiyasining yetakchisi. Forbes jurnalining so'rovnomalarida bir necha bor dunyoning eng obro'li ayollari ro'yxatini boshqargan. Angela Merkel 1954-yil 17-iyulda Gamburg shahrida Horst va Gorlenda kanslerlik oilasida tavallud topdi. Angela tavallud topgandan keyin uning oilasi Berlin shahriga ko'chib o'tadi. Angelaning Markus ismli akasi va Irina ismli singlisi ham bor edi. 1961-yili Angela Kastner Tessin shahridagi Politexnika maktabiga o'qishga kiradi. Maktabda matematika va rus tilini muvaffaqiyatli o'zlashtiradi. 1973-yili Leipzig universitetining fizika fakultetiga o'qishga kiradi. Tahsil davri Nemis yoshlar ittifoqi tashkilotining ishida faol ishtirok etadi. O'qish davrida o'zining bo'lajak turmush o'rtog'i Futland Ulrich Merkel bilan tanishadi. Universitetdan keyin u Germaniya Demokratik Respublikasi Fanlar akademiyasiga ishga qabul qilinadi. Er-xotin Merkellar oilasi 1982-yili buziladi. 1984-yili hozirgi turmush o'rtog'i Joachim Zauer bilan tanishadi va 1998-yili ular oila qurishadi. Germaniya Federativ Respublikasi va Germaniya Demokratik Respublikasidagi Xristian Demokratik Ittifoqini birlashtirish syezdi 3-oktyabr kuni ikki German davlati birlashgan sanada Gamburg shahrida bo'lib o'tdi. Mazkur syezdda u o'sha davrdagi mamlakat kansleri Helmut Kohl bilan shaxsan uchrashishga muvaffaq bo'ladi. 2005-yil Xristian Demokratik Ittifoqi va Xristian Sotsialistik Ittifoqining birlashgan syezdida Angela Merkelni navbatdagi saylovlarda federal kanslerlikka nomzodini qo'yishga kelishildi. 2005-yili 22-noyabrda Angela Merkel Germaniya federal kanslerligiga saylandi. Germaniya tarixida Angela Merkel birinchi ayol federal kansler hamda 51 yoshda eng yosh federal kansler etib saylangan edi. Forbes jurnali uni dunyoning 2006, 2007, 2008-yillardagi eng mashhur ayol deb atadi. Time jurnali esa uni 2006 va 2007-yillarda dunyoning eng mashhur 100 ta shaxsiy qatoriga kiritdi. 2007-yildan boshlab Germaniya Yevropa Ittifoqida raisligini boshladi. Merkel Turkiyani Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishini, Yevropa Ittifoqi tamoyillariga mos kelmasligini ta'kidlaydi. Aholining ruhiyati va geografik joylashuv nuqtai nazaridan Turkiya Yevropa Ittifoqi a'zosi bo'lishi mumkin emas. Lekin Turkiyaga Yevropa imtiyozli hamkor sifatida yondashadi deb ta'kidlar edi. 2008-yili 18-martda Merkel Isroil parlamentida nutq so'zlab, Germaniyaning yahudiylar oldidagi tarixiy javobgarligini ta'kidlab o'tdi. Isroil davlatining xavfsizligi Germaniya qiziqishlari doirasida ekanligini aytib o'tdi. Tashqi siyosatda Angela Merkel hukumati hamisha AQSh bilan hamkorlik yo'lidan bordi. Germaniya hozirgacha AQShning Yevropadagi mustahkam hamkori sanaladi. O'zidan oldin Germaniya federal kansleri bo'lgan Gerhard Schröder Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan o'ta yaxshi munosabatlikni bir necha marotaba rasman tanqid qilgan. Angela Merkel kanslerlik lavozimiga saylangandan keyin Rossiyaga nisbatan qattiqqo'llik bilan siyosat olib borilishini aytib o'tgan edi. Ammo Angela Merkel hokimiyat tepasiga kelgach, Germaniya va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarda jiddiy salbiy o'zgarishlar sodir bo'lgani yo'q. Angela Merkel aksariyat holatlarda tashqi siyosatda qurolli mojarolarni tinchitish siyosati yo'lidan borganligi uchun unga nisbatan tinchlik siyosatchisi iborasini qo'llashadi. Agar videorolikimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmang.